Bir qizning tordagi kechmishi. Islom savol javoblari to'ridagi 21933 numberlik savol. Uyg'ur Islom tori tarjima qilib tarqatdi. Savol: Men bir qiz student. Mening mas'alam shuki, men torda bir yigit bilan tanishib qolgan edim. Dastlabda ikkimizning munosabati hurmat, izzat asosida uchur almashtirish bilanla cheklangan edi. Keyincha bu munosabat muhabbatga aylandi. Halbuki opam mening u yigitga yotliq bo'lishimga qarshi. Shundoqla, agar bu yigitga tegiman deb turib olsam, bu ishni dadamga aytadiganligi bilan meni qo'rqityotidi. Ammo men u yigitsiz yashay olmayman. U mu ham shundoq. Chunki u agar ikkimiz to'y qila olmasak o'lib oladiganligini aytdi. Men sizning maslahatlariga muhtoj. Javob: Barcha hamdu sana Allohga xosdir. Shuni bilingki, bizning ulug' dinimiz ayollarning nikoh ramkasining sirtida munosabat o'rnatishni qattiq cheklaydi. Shundoqla, gazet, jurnal va internet qatorliqlarning mushu xil fitnalarga sabab bo'lish yo'llarini qattiq to'sidi. Dinimiz bularni cheklash orqali fitnalarni yo'qotishni, to'la ahvollarda kishilarni gunohiy kabirlarga, Allohning cheklamalarini payhon qilishga yoki eng yaxshi bo'lgandimi, baxtsiz, gumonga to'lgan nikoh turmushiga elib boradigan muhabbatlarni to'sishni maqsad qilgan. Hammadan avval sizning internetdagi mushu xil paranga, choyxonalarning islomdagi hukmini bilmay turibla uningga kirishingizning o'zi xato. Uningdan keyin sizning bir yot jins bilan munosabat, ya'ni atalmish do'stlik o'rnatganligingiz xatoning ustiga xato. Shuning uchun siz uchinchi bir xatolikni o'tkazishdan, ya'ni uning sizni yaxshi ko'radiganligini aytganligi va siz bilan to'y qila olmagan taqdirda o'lib olaman deganligi sabablikla uning bilan to'y qilishdan saqlanishingiz kerak. Sağlam islomiy asos ustiga qurilmagan nikoh mag'lubiyat va pushaymon bilan oxirlashadi. Onunğa o'xshash butun vaqtni torda qizlar bilan munosabat o'rnatishga sarf qiladigan bir o'g'il bolaning dindagi taqvoligi, hayosi, adab axloqi deganlardan eg'iz echish mumkin emas. Shundaqla uning so'zlariga musulmonlik shon sharafi yusidan ishonishmi mumkin emas. Uning o'lib olish tahdidiga kelsak, buni tövandikidek ikki xil tahlil qilish mumkin. Birinchi, uning bu tahdidini rost deb turgan taqdirda bu uning imonining to'liq zaif ekanligini ko'rsatadi. Chunki o'lib olish dinimizda gunohiy kabirlardandir. Alloh saqlasin. Ikkinchi, agar uning tahdidi yolg'on bo'lsa, bu uning razil fursatparast, hamoqat, o'zidan boshqani o'ylamaydigan shaxsiyatchi ekanligini tushuntiradi. Agar siz uning bilan to'y qilib qolsangiz, u uzoqqa qolmayla sizdan gumonlanishga, sizga qo'pol muomala qilishga boshlaydi. Chunki uning nuqtai nazari bo'yicha o'zi bilan telefonda yoki torda tanishgan bir qizning, ya'ni sizning boshqa yigitlar bilanmi ashundoq munosabatlarda bo'lmaganligiga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Shu vajidan bu xil gumon uni iskanjiga ilib qattiq bearam qiladi. Oxirida shuni bilishingiz kerakki, bizning yuqorqi so'zlarimiz sizga bo'lgan sap islomiy ko'ngil bilish yuzidan aytilgan. Siz atalmış muhabbatga aldanib, o'zining shon sharafini, izzat nomusini, baxtini yo'qotgan nurg'un qizlarning sezgirashlardan saboq elishingiz, bu yigit va shuning o'xshash barliq nomahramlar bilan darhol munosabatni uzishingiz, shundaqla Allohga tavba qilib, uningdan mag'firat tilashingiz, Alloh taolaning sizni bu yigit bilan bo'lgan harom munosabat jarayonida imkoniyatingiz bor ahvolda zina qilib qo'yishdan saqlaganligiga va sizni oilangizdagilarning qarshiligi orqali bu tayinsiz yigit bilan to'y qilishdan saqlab qolganligiga shukr qilishingiz kerak. Siz amdi iffat hayoga, tavba istig'forga to'lgan, fitnaga va hayosizlikqa aparadigan narsalardan yiroq bo'lgan yangi hayotingizni boshlang. Yaxshi amallarni ko'p qiling, Qur'on Karimni va sahih hadislarni ko'p o'qing, taqvodor ayollarning majlislariga ishtirok qiling. Shaksizki shar'iy ko'rsatmalarni emas, havoyi havasni asos qilgan bu munosabat vaqtning o'tishiga ergishib butunlay o'tmishga aylanib qoladi. Hargiz shaytonning damiga tushib, bu munosabatni mangu uzalmaydigandek, unutolmaydigandek xiyollarda bo'lmang. Bu faqat shaytonning sizni havoyi havas qaynamlarga g'arq qilib, Allohga itoat qilishingizni, Allohni rozi qilishingizni to'sish uchun qurgan to'ziqidir. Biz Allohning sizni bu g'amdan xalos qilishini tilaymiz.